Assalomu alaykum hammaga. Biz Shovot tumani, Shovot mahallasi Jodumanga bu yerda ko'chasang, Azamatxonning uyidamiz. Bu yerda gaz ataplaniya ishlarini o'tirib berdik. Ham bu yerga ketgan materialni hammasini o'zlarimiz bilan olib keldik. Kotyollarimizni qo'yib, samovar atib ishlab berganmiz. Podacha obratganmiz, 25 lik turboda bo'lgan. Nasoslarni ham qo'yib, kraniklarni qo'yib, samochok sistemadan ishni o'rnatib berdik. Koridorlarimizga hozirgi toza chiqib turgan element batareyalarımızdan qo'yib berganmiz. Xonamiz uzoq bo'lgani 12dan 2ni qo'yib berdik. Döşüklerini ham chiroyli döşüyüp hammasini kraniklarni qo'yib berganmiz. Zalımıza 26 lat qo'yib berdik. Bir oxirgi tochka bo'lgani. Keyin o'zini profil batareyasi bor ekan. Ularni ham ishlatib berdik. Buxoramizdan podacha chiqarib berganmiz. Bu uyimizga o'xshi ketgan rasxod 12.900.000 so'm bo'ldi. Usta haqqisi, katyollari, batareyasi, turbolari bilan birga. Xastanomiylarni qoldiramiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bog'lanaverasizlar. Gaz ataplaniya, stinniy ataplaniya, ko'mir ataplaniya asosan shunda ishlaymiz. Siz ko'rib boraverasizlar, xudo xolasa. Chiroyli ataplaniyadan chiqarib boraveramiz.